James Clear Atom odatlari. Assalomu alaykum. Atom odatlari James Clear tomonidan 2018-yilda nashr etilgan. Kitob o'zida yaxshi va yomon odatlar kuchi, muvaffaqiyat sabablari, odatlar va muvaffaqiyatning o'zaro bog'liqligi haqida empirik va nazariy ta'limotlarni aks ettiradi. Yetakchi ekspertlardan biri James Clear Atom odatlari kitobi orqali yaxshi odatlarni kashf qilish, yomonlaridan xalos bo'lish va katta natijalarga olib boruvchi mayda odatlarni qanday egallashni o'rgatadi. Agar o'rgangan fe'l-atvoringizni o'zgartirish qiyin kechsa, muammo o'zingizda emas, yomon odatlar ularni o'zgartirishni istamaganligingizda ham emas, balki noto'g'ri o'zgarishlarga amal qilayotganingiz uchun ham o'zgarmaydi. Muallif yomon odatlardan butkul xalos bo'lib, yaxshi odatlar bilan qolishga yordam beradigan ushbu qo'llanmani yozishda biologiya, psixologiya va nevrologiyaning eng oxirgi kashfiyotlariga tayangan. Ushbu kitob o'sish va muvaffaqiyat haqidagi fikrlaringizni o'zgartiradi hamda sizga odatlaringizni o'zgartirishda zarur bo'lgan qurol va strategiyalarni taqdim etadi. Sizni yangi cho'qqilarga olib chiquvchi ushbu yangi asarni o'qib chiqishlaringni tavsiya etaman.